beryapti sug'urt asosiga. Undan ziyodroq bo'lsa kafillik garov asosida uyda ishlab chiqdi, cho'zilgan bizda hozir yurtda ishladimda. shunday Maktabga ehtiyojlar bo'lsa shunaqa kurslarga sizlar shunaqa berishga mahalla banklarimiz hamma hujjatlarni mana ko'rsatadi, o'zinglarni faoliyatingizni kengaytirmoqchi bo'lsak, yana boshqa tartiblarimiz bor, validliklarimiz bor, chet el investitsiyangiz ularga mana nimalar bor. 12%dan berilyapti. 12% validlik bor, bemaqsad garov asosida beriladi. Qancha bu summasi chegaralanmaydi. Validliklarimiz bemaqsad. Masalan, 100 ming dollar olasizmi, 1 million dollar olasizmi, garovingiz bo'lsa, bemaqsad shu asosida beramiz. Validliklar. Yuan olsa 10%. Yuan 10%. Bundan ko'proq foizi o'ynab valyutaga bo'ladi. Yana uni kursi nimasi bor, ularni nima deydi? Konvertatsiya bo'lishidan nimasi bor. Masalan, bank hozir masalan qilib berolmaydi. Masalan, 6 oydan keyin boshqa kurs bo'lishi mumkin. Bir yildan keyin tushib ketishi mumkin valyuta kursi. Yoki yuan kursi, yoki ko'tarib ketishi mumkin. Xabar o'z kredit, xabar asosida berilgan kredit. Bugun bor ekan, bor yo'qni hech kim topolmaydi.